Film boshida yosh juftlik Greg va uning sevgilisi Heather dengiz sayohatiga chiqish uchun marina tomon yo'l olishadi. Ularning maqsadi shahar shovqinidan qochib, katta qayiq ijaraga olib, dengizga sho'ng'ish va akulalarni yaqindan tomosha qilish. Lekin ushbu sayohat ular uchun unutilmas bir omon qolish o'yiniga aylanadi. Bu Alishaq Movie, meni ismim Ali. Bugun e'tibor markazingizda 2025-yilning Xavfli hayvonlar filmi. Greg va Heather dengiz portiga yetib borishganda ular David ismli qari erkakka duch kelishadi. U qayiq egasi Tickerni tanishini aytadi. Biroz gurunglashadi, keyin David ularni ogohlantirib, shunday sayohatda avvalgi sayoq akula hujumidan qanday halok bo'lganini aytib, yoshlarni ancha qo'rqitib qo'yib, yuraklarini azoblaydi. Shu payt Ticker keladi. U ular bilan qarindoshlik chuqur so'rashib salomlashadi va ulardan kimdir ularning bu yerda ekanligini biladimi deb so'raydi. Yoshlar bundan hech kimning xabari yo'qligini aytishadi, chunki ular ham boshqa viloyatdan kelgan. Ticker esa eng to'g'ri qaror shu bo'lgan deya mamnunlik bilan ularni qayiq tomon boshlaydi. Qayiqqa chiqqach, ular dengiz tomon yo'l olishadi. Shu payt Ticker bolaligidan boshdan kechirgan akula hujumi va orqasidagi katta chandiqni ko'rsatadi. Heather unga achinib, rahmi keladi va uning hayotida kimdir borligi yoki yo'qligi haqida so'raydi. Ticker esa umriga yolg'iz chiyabo'ra bo'lib yashab o'tganini aytadi. Ular dengizning belgilangan joyiga yetib kelishgach, Ticker suvga o'lja va qon suyuqliklarini to'kib, akulalarni jalb qiladi. Heather suvga tushishdan biroz qo'rqadi, ammo Ticker uni tinchlantirib, nafas mashqlarini o'rgatadi. So'ng Greg va Heather metal qafasga kirishadi va Ticker ularni suvga tushiradi. Atrof akulalarga to'lib ketadi. Heather vahimaga tushadi. Tez nafas olishni boshlaydi. Ammo Greg uning qo'ldan ushlab tinchlantiradi. Ular asta-sekin suv ostidagi hayratlanarli manzaradan zavqlanishni boshlashadi. Birozdan keyin suvdan chiqib, sho'ng'ish zo'r bo'lganini aytib, hayajon bilan Tickerni maqtashadi. Ammo shu payt Ticker cho'ntagidan pichoq chiqarib, Gregni yuragidan sanchadi va uni suvga itaradi. Keyin esa qizga yovuz tabassum bilan qarab, kemaga xush kelibsan deydi va Heather Haqiqiy film endi boshlanadi. Yangi qahramon Zafi ismli qiz supermarketdan chiqadi. Uning yoniga Muz ismli yigit keladi. Uning akkumulyator o'tirib qolganligi va yordam kerakligini aytadi. Zafi yordam berishga rozi. Yo'l davomida ular suhbatlashib, yaqindan tanishib oladi. Muz ko'chmas mulk agenti, Zafi esa mashinasida yashaydigan sayohatchi qiz. Yigitcha shayton chiqib qizni uyga mehmonga taklif qiladi. Qiz ham ikkilanmasdan rozi. Mehmondorlikdan keyin Muz nonushta tayyorlaydi, lekin Zafi g'oyib bo'ladi. U dengiz bo'yiga yaqinlashganda surfing qilishga qaror qiladi. Ammo jihoz qutisining kaliti shayton yigitchaning uyida qoldirganini sezadi. Shu payt oldidan Ticker chiqib qoladi. U unga kalit beradi va nega yolg'iz yurganini so'raydi. Zafi esa har doim yolg'iz ekanligini aytadi. Ticker esa Joker kulish bilan yaxshi dam ol deb ketadi. Keyin Muz qizchadan xavotir olib, qayerdaligini so'rab SMS yuboradi. Zafi dengizga ketayotganligini aytadi. Yigitcha ham qo'shilishni xohlaydi. Zafi esa dengiz hamma uchun tekilligini aytayotganda to'satdan Ticker hujum qiladi. Zafining og'zini yopib, hushidan ketiradi va uni qayiqqa olib ketadi. Ertasi kuni Muz qizchani izlaydi. Uning mashinasini topadi, telefon qilganda telefon mashinaning ichida qolganini sezadi. Keyin bu haqda organga xabar berishga boradi. Politsiyaga murojaat qiladi, ammo to'liq ma'lumot bo'lmaganligi uchun ular faqat qidiruv e'lon qilishini aytadi. Zafi dahshatda uyg'onadi. Qo'llari kishanlangan, yonida esa Heather ham bog'langan holatda yotganini ko'radi. Heather unga Tickerni tanishtiradi. U tomonidan eri o'ldirilib, o'zi esa zo'rlanganini, Ticker ruhiy jihatdan nosog'lom ekanini aytadi. Ular hozir dengizning qoq o'rtasida va necha oydan beri hech kim topa olmaganini aytadi. Zafi kishanlarni yechish uchun ingichka sim topib oladi, ammo Ticker ovqat va suv bilan xalaqit beradi. Qizlar chanqagandan ichishadi, ammo birozdan so'ng Heather hushidan ketadi, chunki Ticker suvga uyqu dori qo'shgan. Zafi kishanni ochishga harakat qiladi, lekin boshi aylanib ketadi. Shu payt Ticker qaytib kirib, uni harakatini ko'rib qoladi va befoydaligini tushuntiradi. Shundan keyin Zafi ham hushini yo'qotadi. U hushiga kelganda stulga kishanlangan, Heather esa pastda kishanlangan bo'ladi. Ticker kamerasini sozlab, okeanni suratga ola boshlaydi. Akulalar o'ralgan suvga ko'taradi. Heather qishqiradi, Zafi esa yolvoradi. Ammo Ticker uning qishqirishiga e'tibor bermay, Heatherni akulalarga yem qiladi va barchasini videoga yozib oladi. O'lim tomoshasidan keyin Zafi xonasida, Ticker esa bayram qiladi. U Heatherning video kasetasini uning ismi va soch tolalari bilan shkafga joylashtiradi. Shkafda esa anchagina kasetalarni ko'rish mumkin. Keyingi kun Ticker Zafiga ovqat olib kiradi, lekin uni nosog'lom odam deb rad etadi. Ticker esa akulalarni ovqatlantirish uchun chiqib ketadi. Zafi chelakdan parcha olib, o'tkir tig'li pichoqcha yasaydi. Ticker qo'lda tinchlantiruvchi shpris bilan qaytadi, qizcha esa o'zini uxlaganga soladi. Shu payt Zafi pichoqchani bo'yniga sanchadi. Ticker yiqilib hushini yo'qotadi. Qiz esa kishan kalitini olib o'zini ozod qiladi, ammo Ticker oyog'idan ushlab qoladi. Qizcha esa qochib ketadi. Zafi yuqoriga chiqayotganda Ticker bir amallab oyog'iga qo'lni uradi. Qizcha boshqaruv kabinasiga yetib yordam so'ramoqchi bo'ladi. Qurilma ishlamaydi. U uzoqdan kemani ko'radi, lekin hushini yo'qota boshlaydi. Eplab qayiq boshiga boradi. Ticker yaqinlashadi, Zafi kamerani dengizga uloqtiradi va orqasidan sakraydi. Suvda hushidan ketadi. Ticker esa uni qayiqqa qayta tortib oladi.
Bu orada qutqaruv guruhlari qidiruv ishlarini boshlaydi. Muz Wave Watch ilovasini tiklab o'tirganda Zafi va Tekerning mashinalarini ko'rib qoladi. U Tekerning kompaniyasining manzilini internetdan topadi va u tomon yo'l oladi. Biroz oldin Teker esa jahlda Davidni e'tiborsiz qoldirib yangi kamera sotib olishga ketgan bo'ladi. Muz qayiqqa yetib keladi va pastdan Zafining ovozini eshitadi. U kirib uni qutqaradi. Zafi esa darhol politsiyaga xabar berishi kerakligini aytadi. Ammo Teker paydo bo'lib telefonni tortib olib uni to'xtatadi. Yigitcha Tekerga musht tushiradi, deyarli bo'g'ib qo'yadi. Lekin David aralashib Muzni boshiga uradi. Keyin Teker Davidni ham yo'q qiladi. Muz uyg'onganda qo'llari bog'langan yonida Zafi. Qizcha uni izlab shu yergacha harakat qilib kelgani uchun rahmat aytadi. Teker ularga ukol urib, keyin Muzni akulalar ustiga ko'taradi. Zafi unga akula hujumlaridan qochib harakatsiz turishini aytadi. Ammo Teker Muzni ozgina yaralaydi, qon akulalarni jalb qilish uchun. Shu payt vertolyot paydo bo'ladi. Teker esa tomosha marosimini keyinga qoldiradi. Muz hushsiz qolganini ko'rgan Zafi qo'llarini bo'shatish uchun barmog'ini kesib tashlaydi. Teker yana ukol bilan keladi, lekin qiz undan qochib uni bir xonaga qamab qo'yadi. Qizcha boshqaruv xonasiga yetib borganda Teker elektrni o'chiradi. Zafi oroldan yorug'lik topib olov yoqmoqchi bo'ladi. Ammo Teker yana hujum qiladi. U oshxonaga yashirinadi. Qochmoqchi bo'lganda Teker oyog'idan tutib oladi. Uni qozon bilan urib yiqitadi va Tekerni yaralaydi. So'ng dengizga sakrab orolga suzib boradi. Teker uni ta'qib qiladi, qo'lga oladi va kemaga qaytaradi. Zafi bog'langan holatda hushiga keladi. Yigitcha esa yonida stulda bog'langan. Oyoqchalari ostida esa ulkan akula aylanib yuradi. Teker Zafini suvga tushira boshlaydi. Ammo Zafi harakatsiz bo'lgani uchun akula unga tegmaydi. Shu payt qochishni uddalab kemaga qaytib qurol bilan Tekerni otadi. U dengizga qulaydi, akulalar uni parchalab tashlaydi. Zafi bu dahshatli hodisani kameraga yozib oladi, lekin Arkon qizchani ham suvga tortib ketadi. Ammo u o'zini qutqarib yana kemaga qaytadi. Olov yoqib yordam chaqiradi. Va nihoyat yigitcha hushiga keladi va ular bir-biriga mehr bilan qaraydi. Film shu yerda baxtli yakunlanadi. Shu yergacha kuzatganingiz uchun alohida rahmat. Alisher Movie kanaliga obuna bo'ling va like bosing. Bu mehnatimizni qadrlashning eng oddiy yo'li. Rahmat.